Ada! Ada! Ana ular meni urmoqchi. Bu yoqqa. Bu yoqqa hamma. O'g'lim, nega meni ada deding? Mana adam yo'qdi. Ular meni urmoqchi edi. Shungasini ada dedim. Voy bolam, yaxshimisan? Qayerda eding? Seni qidirib yuruvdim. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, shular meni adam bo'lsalar, kuchlari ko'p ekan. Voy o'g'lim, nima deyapsan? Kechirasiz. Yosh bolada endi har xil narsani gapiradi. Oyijon, Ha, tinchlikmi bolam? men uylanmoqchiman. Voy, rostdanmi bolam? Voy, qachondan beri aytaman-a? Faqat bitta kichkina muammosi bor. Bolali juvon. Nima? Esing joyidami? Hali uylanmagan bola bo'lsang. Bolasiga otalik qilmoqchiman. Ona buni nimasi yomon? Ajrashib ikkinchi marta, uchinchi marta uylanayotganlar ham qiz bolasini olyapti-ku. Ayol kishilarni baxtli bo'lishga haqqi yo'qmi? Bekorlarni 5tasini yetibsan. Nima meni orzu havasim yo'qmi?